Bugun bizning Nizominda ikkinchi kunimiz. Eslatib o'taman, men tug'ilgan kunimga imini Nizominga dam olishga kelganman. Ertalabdan bizda toza havoda shunaqa zavtrak bo'lib o'tdi. Keyin tezda get ready videolarini oldim va bugun biz mehmonxonamizning oldidagi tog'ga chiqishga qaror qildik. Yarmiga mashinada, yarmida o'sha oyog'imiz bilan chiqdik. Bu tepalikni qaranglar. Osmon musaffo, havo toza. Shu yerda stress emotsiyalarimizni chiqarishga qaror qildik. Keyin asta-sekin pastga tushdik. Pastda bozorcha bor ekan, foydali narsachalar oldik. Storiesimga qo'yaman. Men hamma maqtagan sharsharani izladik, topolmadik. Mana shu yerga keldik. Eshaklarga salom berib, qaytib gostinitsaga keldik. Va shu bilan bizda obed. Obedda bizda salatcha bilan tovuqcha mazza qilib yedik. 1,5-2 soat dam oldik va shu bilan yana aylanishga chiqib ketdik. Zominda havo sovuq dedilar, shu uchun shubamni olib kelibman, lekin havo yaxshi ekan. Lekin buni kiyib rasmga tushmasam o'bol bo'ladi deb olib chiqdim. Birinchi bo'lib shu 1000 yoshga kirgan archani ko'rishga keldik. O'zi ham shu daraxtga hamma yozib tashabdi. Keyin oldida bozorchasi bor ekan. Shunaqa har xil tabiiy o'simliklar bor ekan. Ozgina oldik. Keyin sizlarga storiesga odzivimni aytaman. Ikkinchi lokatsiyaga keldik. Joylar juda ham chiroyli, juda ham ko'p videolar oldik. Videoni chizib yubormaslik uchun sizlarga kam-kam qo'yapman, lekin ishoninglar, kelishga arziydigan joy. Mehmonxonaga keldik. Keyin bizda shunaqa ujin qilib ovqatlandik. Ovqatdan keyin ozgina прогулкаga ko'chaga chiqdik. Keyin biz o'zimiz bilan shunaqa kartochkalar olib kelgandik. Igralar o'ynadik. Shu bilan makiyajlarimizni o'chirib, kinocha ko'rib, mazza qilib uxladik. Всем пока.